Qadrli obunachilar, endi navbat shu stol stullarga keldi. Stol stullarda narx-navosi bilan qanaqa materialda bo'lgan, albatta aytib o'tamiz. Xo'p, materiali qanaqa materialda bo'lgan? Листвай. Listoy, rossiyskiymi aka? Ha, rossiyskiy, deopoddom. Mana ular deopoddom, oldi oyoq, orqa oyoqlar, gullari listoy bo'ladi. Orqasida bantigi bor. Orqasida bantigi bor. Xo'p, qadrli obunachilar, bu xontaxta bo'ladigan variantda mana uni shunday ko'tarasizlar, mana buni narsani pastga o'tkazsangiz, xontaxta bo'ladigan variant. Ya'ni bu pasayadi, mana shunchacha bo'ladi. 275 ga 1.6, bu 1.9. 275 ga 1.9. Bez uloq bo'ladi, kichikroq razmerida. O'rtasida ulog'i bo'lmaydi ekan, hurmatli obunachilar. Splashmi? Shunaqa holatda ekan. Nechtalik aka? 12 ta. 12 talik. Nech pul narxi? Buni bo'ladigan dastlabkasiz 3 million 200 ming qilib beramiz. Bo'ladigan narxi 3 million qilib beriladi. Dastlabkasiz shunaqa narx. Ha, dastlabkasiz 3 million beraveramiz. Dastlabka bo'lsa 3 million 200 qilib beriladi. Yaxshi. Vodiy bo'ylab shunaqa. Ha, vodiy bo'ylab. Yaxshi. Siz boshqa viloyatdan kuzatib turgan bo'lsangiz, ozgina yana dastlabkasiga qo'shilib qolishi mumkin, hurmatli obunachilar. Xo'p, bunimiz nechtalik? Bu ham 12 talik ekan, aka. Bu ham 12 talik xurram, qoplama deydi. Bitta stulini olib ko'rsatib qo'yamiz. Oldi oyog'i 3D. Yog'ochi baqaterak. Yog'ochi baqaterak. Yog'ochi baqaterak. Narxlari yengil ama. Fondi bantik ishlangan, to'rkashak, taraq solingan fondi. Agar xohlasanglar, xizmatlari zo'r. Yong'og'i ham bor buni, baqateragi ham bor. Xohlasanglar yong'og'ida, xohlasanglar baqaterakda, xohlasanglar mana shu bantiga kerak emas menga, splashnoy bo'lsin desanglar, O'shunday ham qilib beriladi. xuddi shunaqa ham qilib berishaveradi akalarimiz. Narxi buni baqateragimizning narxi 6,5 million, yong'og'i bo'lsa 7 million chiqaveradi. Dastlabkasi ichida vodiy bo'ylab. Yaxshi. 12 ta stuli bor. 320. Necha qavatli buni? 12 plotniy deyiladi. 12 plotniy. 12 plotli. Buni ko'rishingiz mumkin, o'ta ham baland bo'ladi. Xo'p, bu ham xontaxta bo'ladigan variantda. Xontaxta bo'ladi, chak bo'ladi. Razmeri 320 ga 1.16 bo'ladi, razmeri, to'liq razmeri. To'liq xontaxtani razmeri. Nechalik uyga bemalol tushaveradi aka? 5 metrga go'zal olib tushadi. 5 metrga? 5 metrga. 5,5 buni anaqasi. 5,5 metrli uylarga bemalol tushaverar ekan. Xo'p, 16 talik varianti bu. Xuddi shuni 16 talik variantda aka. Yog'ochi yong'oq buni. Buni yog'ochi yong'oq. Buni razmerini 366 ga 120, 3 ta oyoq bo'ladi, xontaxta bo'ladi buni razmeri, anaqasi. Oyog'i. Buni ham taylarni ko'rsatsangiz bo'laveradi. Buni zmeyka deyiladi. Mana taraq bo'ladi, fondi, mana taraq solinib chiqariladi. Bu narsa mana polkasi dispi. Dispi bo'ladi. Ha, ular polkasi dispi chiqadi. Zo. Narxi 9 million. 9 million so'm. Ha, baqaterak bo'lsa 8 millionga chiqaveradi bu. Baqaterak bo'lsa 8 million so'mga chiqaveradi. Yaxshi. Xo'p, bunaqa turetskiy stullar ularda standart optimi 3 milliondan berilaveradi, 6 taliklari. 6 taliklari 3 million. Uni ham zavodskiy emas, o'zimizni qo'lda chiqadi, endi turetskiy deyishadi. Bu o'z aslida qo'lda chiqadi bu narsalar. Ha, endi turetskiy. Ha, turetskiy fasonda shu, stol. 6 talik oshxonalardiki. Ha, uni ham hozir video davomida ko'rsatib o'tamiz, qadrli obunachilar. Xo'p. Bu bambuk gul deydi, 9 oyoq, MD fonlari bilan. Yog'ochi yong'oq. Yog'ochi yong'oq. Bambuk gul deb aytiladi bular. Uni ham mana tag qismlari. Mana tag qismida bu narsa, anunda bor narsa yo'q. Bu qo'yilgan oddiy, soddaroq varianti bu. Unda kirishilar ekanda. Ha, xudo xolasa, naqlnadi. Kiyishiladi, mana 3 kashay deyiladi u. Yaxshi, bu 12 talik ekan, aka. Ha, 12 talik bambuk gul deb aytiladi buni. Yangilik chiqqan bu. Yangilik ekan bu ham. Ha, ko'rmaganman uni. Yangilik chiqdi bu ham. Xo'p, nech pul narxi aka 12 talik? Buni bo'ladigan narx 8 million beramiz. 8 millionga bo'ladi. Dastlabki ichida. Dastlabki vodiy ichida. Vodiy ichi shunaqa ekan. Xo'p, bu ham nechtalik? 14 ta stuli bor, yog'ochi yong'oq. Buni razmeri 320, xontaxta bo'ladi bu ham.
Mana Lisvayda yong'oq, ana birinchida ko'rilgan Lisvayda yong'og'i bu. Yong'oq materialda bo'lgan. Yong'oq materialda bo'lgan. 320 xon taxta bo'ladi, 14 ta stuli bor. Narxi 5 million buni. Dastavkasi ichida. Zo'r. Bu Xo'p, taraflarda ham. Keyingilarni ko'rsatamiz, qadrli obunachilar. Mehnatimizga ozgina mehnat qilyapmiz, unaqa ko'p emas, lekin shu mehnatimizni qadrlab bitta like bosib turinglar, qadrli obunachilar. Xo'p, bu fasonimiz qanaqa aka? Bu ham xurram ya, birinchida ko'rganda o'rtasida tuymasiz varianti bu. Bu yong'oq yog'ochi buni. Yong'oq yog'ochida bo'lgan. Narxi 7 million buni. 7 million so'm. MDF xon 320. Endi bunisi sunner anaqasida turibdi. Bu narsa yo'q o'rtasidagi guli. Mana u narsa yo'q, u narsa ichida kirmaydi. Ha, kirmaydi. Shu ko'pchilik bo'ladi bu narsa. Bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa. Shu taraflama. Xo'p, narxi necha pul aka buni? Buni narxi 7 millionga qilib beramiz. 7 million so'm. Biz dastavka bunisi. Dastavkasiz. Dastavkasini endi kelishasizlar. Kelishiladi. Usta akamizni ko'nglidan yo'l topsanglar, balkim dastavkasini ichida ham qilib berish mumkin. Endi sizlarda yog'och yong'oq, gaplashinglar. kashaylikdan bo'ladi. Fes kashaydan. Mana o'yilib ichkariga kirilar ekan. Bu yerda mana dispi qo'yiladigan bo'lsa, narxiga qo'shiladi. Mana dispi emas ekan. 06 MDF. 06 MDF ekan. 06 deyiladi. Dastavka disp qo'yiladigan bo'lsa, narxiga ozgina qo'shilib qoladi. Qo'shilib qoladi. Bu taraflarda ham bor. Bu tomonda ham bor. Mana Hali shoxonalarini ko'rsataylik aka. Shoxonalari manosi bor. Hozir ancha-muncha ko'rsatib qo'ydik. Mana unga kelib qoldik-da. Bu bo'ldi. Bu akvariumlik 320 buni ham razmeri 120 ga 320. Akvarium o'rtada chok bo'ladi bularda. Keyin smala bo'ladi mana. Xon taxta bo'lmaydi mana. Yo'q, bu xon taxta bo'lmaydigan. Mana juda ham chiroyli. Quyma-da. Hatto stuli ham mana shu quyma. Mana stuli ham quyma-da. Stuli ham quyma, shunaqa bo'ladi. Shunda. Wow. Bu og'irligi ham og'ir ekan. Og'irda smala deyilyapti-da, shuning uchun. Wow. Bu materiali qanaqa buni aka? Bu aytyapman, mana yelim. Yelimdan quyiladi bu. Qalbga. Bu yerdan kelmaydi, shu Xitoydan keladigan mana shu rosmona. Quyma deyiladi buni. Mana shunday kelar ekanda, boltga aka. Pachaq holatida keladi, bezayini o'zimiz beramiz. Boltga aka qilinar ekan, qadrli obunachilar pastda. Boltga aka zimeyka shu. Juda ham og'ir ekan lekin. Normalniy og'ir. Normalniy og'ir ekan. Xo'p, aka bunga misol uchun dasturxon solinmaydimi? Bakalashga salafonlar bor o'zi. Nima qilingan? Mana shu yerda bor o'zi. Chevallar tikishib beraveradi, bakalashga saplan qilib, ana qiladi. Mana uning ichlari ham yonadigan holatlari ham bo'ladi. Akvariumda ichi yonadigan holati ham bor. Yonadigan qilib ber desangiz qilib beraveradi. Ular ham bor, hammasi bor. Narxi necha pul aka buni? Buni bo'ladigan narxi 19 million. 19 million. Nechtalik stuli? 12 ta stuli bor. 12 talik stuli. Qimmatroq varianti. Buni dastavkasi bor. Butun vodiy bo'yicha. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor. Xo'p, yaxshi usta aka. Mana svet ham hozir video davomida video syomka qilmadik. Mana shuni ham bitta ma'lumotini beraylik aka. Bu ham yong'oq yog'ochi, kreskashak, materialli holati, ko'k deydimi endi? Ko'k deyiladi. Oyoqlari ham bundan. Stolga qo'yilgan. Xon taxta bo'ladigan variant. MDF xona bilan. Xo'p, 12 talik ekan-a buni ham? 12 talik. Xohlovchilarga 14 talik ham qilib beraveradi, qadrli obunachilar, muammosi yo'q. 9 oyoq deganimiz sababi mana u oyog'ida, hali boya ko'rganingiz bilan uni farqi bor. Bu kichikroq, 7 razmerda chiqadigani. Uni nargini ko'rdinglar, o'sha 9 razmerda chiqadi bunisi. Ular 7, narxida farqi bor lekin. Mana o'si 7 mi? Ha, u 7 dan chiqadi. U 9 oyoq deganimiz, uni 9 dan chiqadi-da, onli brusdan olib turib chiqariladigan. Bu jicha kichkinaroq ekan-da, nargiga nisbatan. Ancha bilinadi o'zi, yonma-yon qo'ygan. Xo'p, narxi necha pul? Narxi buni 6 million 700 ga beramiz. 6 million 700 ming so'm. Bo'ladigan narxlari. Bo'ladigan narxi ekan. Vodiy ichida dastavkasi bor. Yaxshi. Endi usta aka, yana akvariumli holati ham bor 17 ta. Yuring aka, bu haligi yana ham arzonroqlarini bor, ular ham bor. O'ta ham arzon larini ham bitta ko'rsatsangiz aka. Bo'ladi. Bunisi bor, bu ham yog'och yong'oq, 7 ta deydi. Buni akvariumda modasida farqi bor bu. 2 ga 1 lak sepilgan.
Bu mana smalali, quymadan bunisi. Bu smalasi, Varianti bo'lakcharog'i bu. Bu Monika xontaxta deydi, bo'lmaydi, ha, mana shunday turadi. Xontaxta bo'lmaydi, mana shunday turadi. Yaxshi. Bu Monika posoni. Monika fason. Buni ham yo'q joyida buni ham. Yong'oq yog'ochi. Stullarda yog'ochi, yong'oqda bo'lgan ekan. Narxi necha pul? Narxi 8 million buni bo'ladigan. 12 talik, Ha, 12 talik. 8 million so'm. Dastavkasi ichidami Ha, aka? dastavka ichida. Vodiy bo'yicha. Vodiy bo'yicha dastavkasi ichida. Xo'p, arzonrog'ini ko'rsatingiz. Arzonrog'i endi bu bor, keyin o'lon chekadogimiz bor. Xo'p, buni yog'ochi qanaqa aka? Bu Devopaddom deydi buni. Devopaddom. Devopaddom hamma yo'g'i sasna bo'ladi. Endi eng arzon varianti bu. Ha, doskasi laminat bo'ladi. Oddiy sodda. Budjetniy bu. Cho'ntay bor. Necha pul buni narxi? Buni narxi 2 million 800 ming so'm. 2 million 800 ming so'm. Mashina yana ham arzonlantiradi. Dastavka ichida bo'lyapti-da hammasi. Dastavkasi ichida. Ha, Vodiy bo'ylab 2 vodiy million. bo'ylab. Qancha dedingiz? 2 million 800 ming. 2 million 800 ming so'm. Lisvay bo'lmaydi, sasna bo'ladi faqat. Devopaddomdan bo'ladi bu. Lisvay bo'lsa 3 millionga aylanadi. 3 million bo'ladi. Ko'p narsa hali YouTube'da kelyapti, hali bizga telefon qilganda shunday mojaro bo'lyapti. Biz mana bunaqa ko'rdik degan narsa bo'lyapti. Bu yerda Devopaddom bilan Lisvayda farqi bor-da, shu narsani tushuntirib bo'lmayapti. Atak bu ham aka Ha, bu ham xizmat qilaveradi. Ha, hamma yo'g'i joyida, xizmati yaxshi. Misol uchun mana Ranglari bor, shampan svet, xohlagan svetida qilib beriladi. mana o'tirib qadrli obunachi, mana Hamma yo'q o'zichi xizmati bor. bu mahsulotlar misol uchun yilda bir 10 marta yo 15 marta ishlatiladi, bo'lmasa yo'q. Misol turadigan turaveradi. narsada. Turaveradi. Buni mana bunday qilyapman. Mana shu eng arzoni shu. Eng arzoni shu. Mana men misol 80 kilo atrofidaman. Bitta ham g'ijir bir boshqa tovush chiqqani yo'q. Deganim, hali unaqa ko'p pul sarflash hojati yo'q deyman-da. Samarqand Buxorolarga uralgan ishlarimiz mana shular. Mana upakovka qilib Upakovka qilib, mana shu xuddi shunaqa shaklda boshqa viloyatdan bo'lsa, jo'natiladi. ha, mana shunday qilib o'rab hamma yo'g'ini qilib beriladi. Hali borganda ham, Ha, borganda ham hali nima bo'lmaydi. mojaroga bo'lib, hali u yer shilinibdi, bu yer shilinibdi. Bo'lmaydi, qadrli obunachilar. Xo'p, nargi men ishlarim polni. mana u arzon Ha, dedingizmi? ana shu arzon varianti shu. Bu qanaqa yog'ochda bo'lgan? Baqaterak bu ham. Baqaterak? Ha, yog'ochi baqaterak. Ha. Bu mana shu budjetniy sifatli ishdan. Bu qanaqa? Bu 9 pilotniy bu. 9 pilotni. Hamma yo'g'i joyida buni ham. Oyog'ida 3D, lekin yog'ochi baqaterak. Yaxshi. 12 talik necha pul buni narxi? Buni narxi 6 million 200 ming so'm. Dastavkasi? Dastavkasi bor. Bor, vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Agar boshqa viloyatdan bo'lsa, mana bundaqa o'ra berishimiz, ammo nimasiga pul qo'shiladi. Xo'p, aka, men misol Toshkentlikman. Necha pul bo'ladi Toshkentga? Toshkentga eng kam 500 ming chiqadi-da. 500 ming. Ha, 500 ming minimalniy bir komplet chiqib boraveradi. 500 ming. O'rtacha hisoblaganda. Ashunda 500 ming degan sababi mana unga o'xshab o'raladi-da. Hamma yo'g'i ichida keyin mashinaga yuklab chiqarib yuboramiz. Mana shunaqa qilib chiroyli qilib o'rab, fonni qilib o'rab beramiz shunlarga o'xshab. bu stolchi joy ko'p egallaydi-da, shuning uchun dastavkasi qimmatroq bo'ladi, qadrli obunachilar, shuni tushunasizlar degan umiddamiz. Aka, nomeringizni aytib qo'ying, yozib qo'yamiz. 97lik Hop, 818 0309. yana bittasi. 97lik 545 95 91 45. Xo'p, shu raqamdagi nomer. WhatsApp, Telegram bor. Xo'p, ishlaringizga garantiya berasiz, aka? Garantiya beramiz, xudo xolasa. Yo'talib qo'yilmaydi. Xo'p, aka, rahmat ma'lumotlar uchun. Tinch bo'ling.